Umra safariga yo'l oldim. Aeroportda oxirgi yo'lovchilar ro'yxatdan o'tkazilyapti. 1 soatdan so'ng samolyot uchishga hozirlik ko'radi. Ro'yxat tugatilishini ogohlantirib, yo'lovchilarni tezroq ro'yxatdan o'tishlariga chorlov ovozi kela boshladi. Shu vaqt Umraga ketish uchun ro'yxatda turgan otaxon o'g'li bilan kelib, otaxonni pasporti qolib ketganini payqab qolishdi. Shunda xodimlarga uylari uzoqligini, borib kelishga 2 soatcha vaqt ketishini tushuntirmoqchi bo'ldilar. Xodimlar esa hech narsa qila olishmasligini, ro'yxatdan o'tish ham tugayotganini, 1 soatda samolyot uchishini ulgura olmasligini aytishdi. Chorasiz qolgan otaxon qo'lini osmonga cho'zib, aeroportni boshiga ko'tarib dodlashga tushdi. Ey Alloh, bu nima holat? Meni esimdan chiqibdi. Seni esingdan chiqmasdi-ku. Men qarigan bo'lsam